Torum sen yaxshi emasmi meniki? Cho'kib ketdi torum yaxshi emasmi? Adam kuymaydi. Bize adam kırvasın başlayı bugün Hidayetullah Ağızxan Efendim'inki ikinci kısmını Olkadan muhtemelen başlayayım. Assalamu alaikum. Muhaciratdagi aziz qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Men shu yerdan to'g'ri Hamid bugungi naq maydonni qilishimdagi sabab Mao Turkiyadagi Ma'rif darligining boshlig'i Hidayetullah Ağızxan efendim ve Shvetsiyadagi bir qancha jamoatga azroq bir ochiq bayonot bilan Hidayetullah Ağızxonga bir aniqlikni berib qo'yay ba'zi bir ishlarda. Bugün 2024 yılı 3. ayınki 8. günü ekan. Oldi bilan dunyoninki barliq joylardagi, bo'lmish Sharq Turkistondagi va muhojiratdagi jumladan mening turmadagi onamning adam teshida hozir Lama lagerda chiqqan shularninki va muhojiratdagi barliq xonim qizlarimizning, onalarimizning, adlarimizning, singillarimizningki 8. mart xonim qizlar bayramini tabriklayman. Bu birincisi. Endi ben o'tganda şu Türkiye'deki Ma'rif Derneki'deki başlığı Hidayetullah Ağızxan bununki xotin balasiga to'g'rida ig'ir ahonatlarni qildim va tilladim. Men bununki Hidayetullah Ağızxan efendim meningki kechirim so'rashimni xohlaydi ekan. Kechirim so'rasa deb o'ylaydi ekan. Men bir ikki qiz gap qilay, undan keyin kechirim so'rash to'g'rimi, xatomi? Bu xalaqqa qoldi va men o'zimniki qilishdagi ishimni qilib ochiq holatda chiqib ketmoqchi. Birinchisi, men bu yerda Mao Turkiyadagi davlat arbobi, jamoat arbobi Abduqodir Yapchan akamizningki bir ovozini men qo'ymoqchi bu yerda. Hammanglar ko'rgan buni. Shundoq bo'lsa men buni qo'ymoqchi. Bu tarixiy elib borayotgan buguncha Xitoy bilan bo'lgan mujodala kurash. Bu kurash qilgan xiyonat asli. Lagerda milyonlarca insanni solaqlıq, yüz binlerce insanı öldürdü Xitoy. Bütün insan 16 bin 17 bin yakın mescidini çekiyordu. Cahil namazını köydürüp, Kur'an'ın köydürüp, Adem'in hınvasını yalavaşlattırılmak, Keşkar'da Kıç'ta uğruyor, edemiyor. 70 yıllarda başka birimiz Keşkar'da. Mıh edem Koç'da, saat 11 Koç'da, Kur'an Koç'da, Eğitkan'ın aldı. Yani bir koyu bitay. Bu tarihi elip barıvatkan bugün çok Xitoy bilan bo'lgan mujodala kurash. Bu kurash qilgan xiyonat asli. Lagerda milyon. Xo'sh, Abduqodir Yapchan akamiz nim deydi? Bu oldingi qilayotgan davoni setayotganlar deyilgan gap o'xshaydi. Bu gapni men tushirib, tepib sizlarga qo'yib berdim. Mana Turkiyadagi sizlar atayotgan jamoat arbobi. Mening jamoat arbobim emas. Men bunu ochiq aytib, mening maydonim bak aniq odam. Mening jamoat arbobim emas. Sizlar deyotgan jamoat arbobininki og'izdan chiqayotgan gapi. Amerika'ningki siyosatshunoslari, kongressmenlari yoki parlament a'zolari bo'lamdi. Uyg'urlarga siyosiy qonun chiqarib beramiz degandan keyin mustaqillikni xohlamizlar degandan keyin buni deb qilishib turib qilishimiz kerak edi. Ammo munofiqlar qurultaydigilar buningga beshida Kanadadagi erkin tekast bu jidalni boshildi. Keyindan o'ylab Go'shmamat bunda qalaymiqon qilib o chiqdisi bo'ladi-ku.
biz ene dedim qilayapmiz, bizning qiladigan ishimiz ma'bu, biz buni qilmaymiz deb ochiq desa bo'ldi. Gapni yo'rg'iltib, biz kitob tayyorlayapmiz, uni buni qilamiz deb buningga qarta bo'pmi men o'ylaydigan eng o'ng qanotniki shu vatan mustaqil bo'lsa mujodillik qiladigan shu qaramakilarimiz shu martkilar, ya'ni o'lmalarkilar qanday bo'lmasin vaqtdan soat kelgan chog'da bir diniy hissiyat bilan bir qo'ral ko'tardigo shular Xitoyga bir binkandikilarni chiqarishda bo'lsin, shular kirib bir qiladigo degan menda bir bularga bir ishonadigan cho'ng kallamda bir narsa kelib qolgan o'xshaydi. Ammo bu yerda Hidoyatullo O'g'uzxon apandim otmadi. Imzo atmagandan keyin shuning bilan 20-yilgacha turpaqayli deb men 20-yilgacha turpaqdim. Turpaqatdim, o'ttir vaqtda bir kun atdiganda Nijat Turg'un apandim bilan paranglashdim. Bunda qilsa bo'lmaydi. Men chiqib paksattilib aytaman desam, to'xtab turgan biz bir ishlarni oqsabda diplomat bilan qilamiz. Agar Hidoyatullo O'g'uzxonningki rost atqizmaydigan besim qilgan yer bo'lgan bo'lsa, Shvetsiyada bizmi atmasak bo'ladi. Uningdan keyin bu Avstraliyadagi, Gollandiyadagi marifni atmis bo'ladi degan. Bo'ldi aka dedim. Chunki bir insondek so'ragandan keyin insondek javob berish qilgandan keyin insondek anglaymiz. Bo'ldi dedim. Keyin boshqalar aytibdi, bu Hidoyatullo O'g'uzxon atmabdi bunga. Shuning bilan meningki necha vaqtdan beri o'sha Hidoyatullo O'g'uzxonga nayt bir eg'ir qo'saq ko'pigim batdi. Hozir men bu qo'saq ko'piklarimni deyman. Lekin Hidoyatullo O'g'uzxon apandim, siz ansirmang, bugun hech qanday oilangizga eg'ir haqorat bo'lmaydi va men uningki javobini beraman dedim. Siz xotirjam bo'ling. Shuning bilan men shunda achchig'im keldi. Siyosatda xotin bolasini oldiga otdim. Atadi-ku. Qart o'ynaydi. Meni atimiz deydi. Xotin bolasini siyosatning qurboni qildim. Tilidim. Yurak bir echish paqson. Yurak bir og'rib paqson dedim. Chunki bu odamningki xotin bolasi urug' tuqqan tag'illari, Mirkaman, Qashqari hammasi Turkiyada bo'lgan bilan bularning hayoti yaxshi bo'lgan bilan bizning hayotimiz yaxshi emas. Gap ishlayotgan bo'lsaqmi, Shvetsiyaning pasporti bo'lsinmi, yavatgan bo'lsak, ichayotgan bo'lsak, buni normalda cho'shq xotinniki cho'shqlarni qiladi-ku. Qo'ylarni qiladi, kallam qiladi, yeydi, ichida chiqirdi. Biz inson. Biz erkiy qirg'inchilikka uchrayotgan inson. Bo'libmi, menmi shu Xitoyningki erkiy qirg'inchilikka uchrayotgan bir turmaning ichidagi 60 yoshlik, 70 yoshlik bovay momayningki farzandi. Endi men chiqdim, shunda deb. Shunda rasvochiliklar bor dedim. O'limalar, mollalar jim o'tadi. Yaqinmadim, aralashdim dedim. Chunki o'zimni ishni o'zim qilib keta olaman. Tug'luq Hamid Dilshod Rashidning uydidan chiqqanki, Tug'luq Hamid Abbos oilasining uydidan chiqqanki, anglab qo'y, Hidoyatullo O'g'uzxon sening uyingdan chiqishni bilmayman. Nereden kirib, nereden chiqishimni bilmayman. Sen bunu obdan bilib qo'y. Men seninki xotin balangni bir ko'ngil ichishdan tilmadim. To'g'ri, sening xotin balangga haqorat qilganda mening meyarim, men inson. Lekin men siyosatda sening xotin balangni so'yintalik qilib oldiga otdim. Mushuning bir ishchi azoblanib baqson, yuraklar bir o'ltinib baqson deb, voy og'rib yetib ketib, yig'lab ketibse, cho'ng qizim andaqdi, mandaqdi deb. Sening cho'ng qizing og'riqchan bo'lsa-mu, sening cho'ng qizingning ikki balangning ko'ngliga xotiningga kelgan bo'lsa, sening mushu imzo atmag'iningni Sharq Turkistondagi xonim qizlarimiz ayni vaqtida keyin vatan mustaqil anglagancha ashlarning ko'ngli yerim bo'larmi? Seninki yurtdoshlaringning ko'ngli yerim bo'larmi, bo'lmasmi? Shularni turmaning ichida yotadi. Sen uning qilgan go'shkirda, polamantda, xotinning ustidan jaldir oltin, shirkat o kelayotgan pul, men uning hisobini demayman. Men hisob qilgan chiqmadim, men so'tcha emas. Sening xotining balangninki ko'ngli shunchalik yerim bo'pti. Sening ko'ngling shunchalik yerim bo'pti. Sharq Turkistonning ichidagi zulm chekayotgan bosqinchilikqa o'sha Xitoylarninki qizlarning Xitoy saqchilarining tegidan ichinish ingrashlari Aşılar sen qanday 100 kilo alaysan? Sen 100 kilo alamsan ishlarga? 100 kilo almaysan. Men faqat sening tashkilotingni cho'ng bir tashkilot deb bilib olganligim uchun men shuning bilan bu nima deb buni atmaydi. Chunki Sharq Turkistonninki mustaqilligi qurolliq bo'ladigini hammamizga ayon. To'g'ri? Bizga o'xshash bolalar ya kirsak kiramiz, hozir to'g'ri japildigan bilan
ya kirsak kirimiz, ya kirmasak kirmaymiz. Ama biz sizlarni, mush qaramakaşlarni, sizlarni bizning mujohidlarimiz, ashad ismi mayli, chiqib oyada Turkiyada shaharda iliqi yavtavergan chog'da biz shu qarim yosh bolalarningki bir fidokorlik ro'yini ko'rdik. Mayli o Erdo'g'anning qo'dig'ini ko'tarib qolamdi, ya bir insonparvarliklar hammasi otlanib polo etishib chidar chiqib qolganda bizning vatan mustaqillik bo'lgancha shunda qiladiku deydi. Nurg'un sizlardan, nurg'un Turkiyadan ustingizdan shikoyat tushdi. Men gap qilmadim. Chunki Turkiyadagilarni o'zi uyg'onsin dedim. Ular qo'yilmagandan keyin o'zi uyg'onish kerak, o'zi qarshi turishni bilish kerak, ishlash kerak. Bir talli xizmatga ya bir xalta un, bir xalta moy, bir xalta go'rishga zarinib qolmaslik kerak. Bular o'zi qilsin deb men sana tehi til takkizib kep baqmagandim hozirgacha. O nimadir Nijat Turg'un akamizningki ya boshqa birisininki ishi bilan emas. Mening o'ylagan narsam batdi. Hatta men sana Abbas oilasininki qanday qilayotganini, Turkiyada qanday planlar tuzib, sallarga qanday o'rkolayotganini, qanday qilayotganini bilib, Ro'shan Nijat Turg'un akamiz bilan maslahatlashib, asli menga Zumrat Tursun xonim degan, qo'ymang fikam ovozni, bu yerda bir siyosiy o'zining videosini ko'rsanglar bor, siyosiy bir kuch talish bor degan chog'da men yo'q deb qarshisiga chiqib, mushu xalq bilsin, nurg'un gaplarni biz didoq, ammo bir azroq bo'lsin qo'yib beray deb ma'qul deb qo'yib, men bu yoqda o'zimdan bilgan to'qini yap qo'ydim. Qo'yganga tushliq, sizlar uni o'zinglar bilan kelishib pul bo'lishadigan Malayziyaning ishlarida sizlar uni ko'zir qilib o'yindinglar yoki chin samimiyatliklarni kuzatmadinglar. Menga degan chog'da Nijat akash qo'ysang fikam, hammasi biladi, ala uyg'undi, o'zini tatadiganini tatadi degandi. Ha dedim. Men qo'ydim, lekin sizlar yana shu Ro'shan bilan shu bir maynat bir ayol bilan bir so'rinda o'tirib qopdinglar. Shu Ablekim degan shu ayolisini, ikki bolasini chayqatib tashlab etib, qiqir qang'irqaq tashlab etib, Amerikaga shuning bilan rasvochilik qilib ketgan, shuning keyinda sizlar yurdinglar. Bu sizlardagi imondarlikmi? Bu sizlardagi namozxonlikmi? Bu sizlardagi mujohidlarmi? Bu sizlardagi osiylik, xiyonatkorlik. Sizlar meni o'ynayman desanglar, boshqalarning qo'li orqali men o'ynalib berganda qilgan bilan uning hisobini olaman bir kuni. Shuningga Hidayatulloh O'g'izxon, sening bolalaringning ko'ngli qanday kelgan bo'lsa, qaysi bir yillari Abduvali Yasin degan bola ko'chada tamoq yegan chog'da seningdan Zumrat Tursun xonim chiqib, "Ey hojim, mabaliq bir tal kinishga o'sim qilib beringlar, unda qilmanglar, bu doktorxon oldiga ishni biz qilaylik" desa, sening bir yaring mitmi qilib qo'ymadi, ham sening buyrug'ing bilan bütün Türkiye'deki bir mi Uyg'ur almadı. Bu ishni hal qilmadi. Men aşağıda gap qilganbatdi, aralashmadim. To'xtabdi dedim. Sening balangning, sening qizlaring qiz, haqning balasi ko'chada axlat yeb, davolni siz qilib, ko'chada qolgancha axlatni sening g'ururing shuni ko'tardi. Shundan axlat yeyishiga sening g'ururing ko'tardi. U balaninki saqayib ketishini xohlamaysa, chunki Misrda ba'zi bir anglamaydigan gaplarni anglab qolgan, shundan 4-5 oq tarafga o'ynab qo'yib, g'urur ko'tarmaganligi ashunda holatga tushib qolgan. Abduvali ayib turmanovchi qo'ng'iyamda, og'zi qalamda o'tiraverdi. Uningda g'urur yo'q. Ma bola g'urursiz, g'ururlik bo'lg'achqa, o g'urursizlikni ko'tarmagachqa og'rib mushta bo'lib qoldi. Sizlar qarimlar, mulla ulamolar yoki mushta bilisizlar. To'g'rimi, xatomi? Shu chaqda bir kinishkini qilib berishing ahmidi. Lekin yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, tatan-patan bo'lsin, o'ng bo'lsin, Anqaradagi Abduvali Bug'raxon mana hada men keldim deb bir turk odamni akilib, shu bolaga kinishkini qilib berdi. Shuning bilan u tugidi. Bu tema tugidi, ha? Bu tema to'xtabdi. Ondan keyin nurg'unlagan Uyg'ur mujohid bolalari vatandagi nurg'un bo'pma bizningki janob tarafningki ko'parak sodda dehqonning bolalari yerlarni Xitoylarga o'tkazib etib hijrat qilib chiqdi. Taylanddan, u yerdan, bu yerdan, Turkiyadan kelib bo'lguncha bir odamni palonchi ming dollardan soldinglar. Uning ichida Seytum Turkning bor ekan va uqmayman. Ma'rifning bor ekan, o'limalarning bor ekan. Mening bir narsaga ishondiganim ma'rif bilan o'limalarning bog'liqiga, Seytum Turklarning bog'liqiga bir ishondigan yerim bor. U bolalarni aroq ichadigan yoki akademik yoki bo'lmasa san'atchi, qiziqchi, dutta chalganlar da'vat qilsam mangmaydi. O bolalarning qalbi iymon bilan to'lgan vatan deganlik uchun ularning shu mollalarning sherin shekar jannatlari shu yerga uzatib.
demak o'limalar birligi ichida bor. Shu mollalar o'zing bilsa, ham chala mollalar va Norvegiyadagimi bor, Shvetsiyadagining qanday ketib qolgan, uninkini hammanglar o'zinglar ko'nglinglarga ayon, men bu to'g'risida jiq gap qilgim yo'q. Shularninkimi erlari o'lib ketib, xotinlari Suriyada yili o'lib ketadi, yili eri o'lib ketadi, birisi kurt keladigan, nikoh qildika, u kurt ketadigan jangga o'ladigan, bizning xotin qizlarimizni o'birni maton qilib berishdan boshqalarga. Albatta buning ichidagi kichik jamoatni demayman, kichik jamoat chegarada to'sab kelib nurg'on qilgan yaxshiliklar bor deb anglaganman, ham ishonchli odamlardan angladim. Endi cho'ng jamoatninkini men gapini qilmay. Sizlar arab olasizlar-ku. Bu yerda Suriyadagi shu Turkiyaga qatib ketganlarninki men janub shimol deb araydigan menda undaq narsa yo'q. Men janub shimol deb arasam va har yil Ramazonda 4-5 ashundaq Suriyaga ketib qolgan to'g'ri yo'lda mangadigan hamshirlarimiz bor. Men azdir ko'pdir yordam qilgan o qarindoshlarimiz Facebookdan bor. Men ularni guvohlik tortib, men sizlarga bunday qildim-ku, menga chiqinglar demayman. Men bilan qilgan yaxshiligim Alloh bilan o'tirsiniki. Sizlar meni qanday qag'aysizlar, qanday tillaysizlar, u o'zinglarning ishi. Uni vaqt soat kelgan chaqda vaqtda men isbotlab chiqdim. Sening balang bala, xotin balang. Haqninki xotinlari xotin emas. Shundami? Suriyada oyoq ostib ketganlar. Sening balalaring bala, Abduvaliyasun bala emas. Shundami? Nurg'unlagan lagerlardan ayirib etilgan yetimxonlardagi yetayotgan lagerda atalar lagerda bovoq balalar xitoylashtirayotgan ular bala emas, sening balalaring bala. Shundami? Sen 100 abroy meselesinde bu yerdekilerge telefon kapıp yerke benden Apple sorsun olur. Va Apple soraş nait asam. Bugün çıkıp senden Apple sorak koyup ertesi yani tılay versen bulayıverdi. Ama bir yerde sana ben ders ötüp koydum. Çünkü xotin balam sana yakılış gerek. Etrafındakiler yakılanmışsa o altı podakçı götürüp vayacım degen bile sen aşlağı hacım boğan bile hidayetullah hacım. Bana hacım emez. Çandın mı? Bu bir. İkincisi şu Şarkı Türkistan'ınki 5 yılınğa zimmin bu deganiki ne deb turib atsa, talışıp turib atsa. Her işte bir hikmet var deb atmag'iningmi yaxshi bo'pti bir hisobda. Ertaga sen go'yla ash Qur'onni ko'taramiz deb qalaymi qan qilsang qanday qilatdi? Zaten g'ezi bilan o'ydiga o'dak aralg'ini yaxshi bo'pti. Endi seninki bu 61 tashkilotning keladiganmi? Haqqing yo'q. Sharq Turkiston mana men demadim-mi? Abduqodir Yapcan jamoat arbobinglar dedi. Osiylik bu xiyonat dedi. Sen asilik, xiyanatlik qilding Sharq Turkistonga. Tonnalab görüş, may, paylarni olding, iqomatlarni ishlaydi ekansa, ilqi Sulaymon Suylo degan bilan tazib birlashib degan uyanga chaqirishib, mehmon bo'lishib, zodi qimmay, teranga patmay, pizdes bo'lib ketdi ekansa, shunday bo'lib ketdi ekansa. Ang oxirida ne bo'ldi? Umid tushdi. Sen ko'z qilmaydigan Istanbulning hokimi, bu yerga pololarga, uning chaqirib qo'yib, Taxni ko'z qilmagan hozir randoyibmi ko'rshamay ketibsan ku? O işte aldığında var seninki. Ben o temaya kirmay. Onun diken sen vay mening xotin balamni tillidi deb nim qilib ketibsan. Meni og'zini buzdi debsan. Bir vaqtida Rabia Qodir tashkilotidagi Dünya Uyg'ur qurulti, ya'ni munofiqlar qurultiyidagi 11 munofiqni sanab bergan chaqda Rishad Abbas yiliqi qopqar ma'rif, qopqar abayi qilib tashlab etdi. Ayni bir o'ngdagi bir ta'tirlar va bu degan chaqda sening ma'rif darligingdan seninki Vatan Qashqarliklaring tazitildi deydi Rabia Qodirni. Uya kelgan chaqda axloq yo'qmi? Uya kelgan chaqda axloq nega ketib qoldi? Sening manfaating kelgan chaqda sen tosh kuchliklaringni chiqarg'izding-ku. Adil Setov va sana savol qo'ygan Norvegiyadagi yana desam, yana shu xonim Zumrat Tursun xonim yillar bo'yi chiqqan chaqda seninki tashkiloting bo'lmasmi, seni qo'g'daydiganlar ishtonning ichidagi narsalarni chiqarib, rasmlarni tortib avatib, ash Adil Setov seninkimi bor, seninkimi ash ayni vaqtda chiqib sana savol qo'ygan chaqda shu ayolni qancha til ahanatlar bilan tilladinglar? Tillamadinglarmi? Ustinglar qo'ygan savolga javob bera oldinglarmi? Abduvali asamanda oldi degan chaqda javob berdinglarmi? Yordam qildinglarmi? Sening demak, sening xotin balangmi, xotin bola, haqning xotin bolasi nazarda xotin bola emas, shundami? Shu chaqda shundaq narsani tortib ishtonning rasmligini haqqi messengerdan avatishibsan. Uningda axloq yo'qmi? Roshan Abbasningki buzuqchilik ovozlarini qo'yib atgan vaqtimda uningga axloqdan dars yo'q. Yeningga elib kichik o yog'liq chigib olgan qizlarni akab jalobtingda rasm tushiribsan. Mushumi nima? Faqat sura hadis mang'ili keladi, o sura hadisda mang'ili keladi.
Anыңga kelmemda? Ya, o bağını işte xeyirlerin var, qaysığının bir-biringime çember ças ulanıp ketken yerlerin var. Şunun üçün. Ben qarayma, haq dep qarayma. Tushundingmi mı? Otan balangning tiligini. Ders bu birlik sana berilgan derslik. Bunu bilsem. Allah kelgan chaqda axloq yo'qmi? Rabia Qadirni aşağıda çıkıp tıllatkan bütün aşıyla karmında takaydanın hammisi cılap deb talaq aşla tıllamadimi? Avazlar yok mu? Madinay Bavdanning kichu Refiyaning o'birnesida Jelil bilan seks qilishib, do'ng'ishib, aydalganlik to'g'risida anglamadingmi? Senlar bilmamsa hech narsani bilsa, uning kelgancha axloq ne ketdi? Men kelganchaqda axloq yozsa. Anan kelib Absami xotin degan mansanda zuvaning suvitim seninki xotin balangnikin chiqirib yana bizden çaplap izbaqa bu da sen bu şu uruqni tapqan sen jidan tapqan sen chiqib podaqchilik qilib ayın tatib qilgandan keyin mana shu kun chiqib naq maydon qilib animaningni ko'zing ko'rsa yana seninkinim tepasam seninkinim ko'giligin ko'ztima manga ma axloq to'g'riliq dars etayotganlar men naq maydonimni to'liq angla qanchilagan bolalarninki Suriyada qoldirib eqib ketdi ular bola emas haqninki janubdan shunchalik qarindoshlarimiz yerlarni azan setib hijrat qilib chiqib ketdi. Şularni öldürüp ettiz. Ölüp ketdi. Suriyalerde şularni xotinlar qilib ketdi. Xarzar Türkiye'de içeride Xarzar jurati ularni xotinlar xotin emasmi? Ballar emasmi? Sharq Turkistondan chiqib yetimxonadagi balla emasmi? Açıqda analar ballardan ayrıldı, ballar analardan ayrıldı. Şular balla emasmi? Seningni balang balama? Seningni xotining sen mendan yani kechirim so'rashni talab qilsan. Kechirim so'rsam bo'ldi. Sen bana cevap ver başta. Senin Sharq Turkiston qilgan xiyonat emasmi? Sen Yahudi Nasaralarninki ketminni chepatidi debsa saliqni. Seninki kimning ketmindan chepatqini biz qilmadikmi? Sen pul ammadingmi ashak berib, amma atamsa hozir sening Qatardan, Arabdan yana bir yerdan kelayotgan pullaring Turkiya hukumat to'xtatib etdi. Biz bilmaysan buni. Sen hech qanday yerda ammamsa, sen Turkiya hukumatida ammadingmi? O'kin Nijat Turg'un apandim dedi-ku o'znikida shu mamlakatga bir proyektlar qilish uchun oladi dedi-ku. Olsa Ağa nima uchun elayotsan sen? Men Hidayatulloh O'zxon deganing uchun beryapamdi yoki vatanning ichida erkak qirg'inchilik bo'lyapti deb Sharq Turkistonni sen marka qilib turib, suiiste'mol qilib turib, ish topganliging uchun beryapamdi. Sen Hidayatulloh O'zxon desang sana bergan kim bo'lsa bir kalla go'sht deydi seni. Mushuningga qandaq mushuningga kelgan chaqda ajab pichimlaringlar kesilmadi-ku. Xitoyning chag'ini o'tkazayotgan yilqi Diniy ishlar ministri Malayziyaninki sen qanda ochiqashkar ashtonlar o'tirib qurolliqsan yag'an gapni qilma qara. Biz seninki Malayziyaning ichidagi ash tashkilotninki qo'llayotgan partiyaninki qarshiligi partiyaga mayil yezib turib biz topamiz bu ishni. Biz topamiz. Biz topalaymiz. Topalaydigan bolalar bor. Tushundingmi? Sen xalqni Yahudi Nasaralarninki sen Erdoğan'ı dep baksan olmamdı. Sen nime dep boyunu salisa, nime dep senin nurgun Yahudilarning şirketleri var ki sen nime dep Yahudi Nasarallar bilen ticaret kılisa dep ilaqı Süleyman oğlu dep baksan olmamdı. Aram pullan tapsan buludu. Aram pullan tapsan buludu. Aram ticaretlerini kısan buludu. O sana hak ekip gididu. Manın kelgen ya onun da atanmaymiz. Bizninki kılanmaymiz biz. Desang bo'ldi ku, o chiq gapni qiliblar. Bizmi shu eni dediki bir yerlardan bizni tutishdi bizga. Ya bo'lmasa boshqa narsalarga qanchalik biz tatanmaymiz desang bo'ldi ku. Nimishki yaqin gap qilsa, Yahudi Nasaralar bu deb. Dunyodagi qaysi bir davlat Yahudilar bilan tijorat qilmaydi ekan? Dunyodagi qaysi bir davlat Amerika Federal bankisi shu Yahudilarninki 11 oylikninki bankisi shu pul ishlab chiqaradigan. Malayziyada ib kelgan pullar dollarga. Ishik arvoq o'tirib pasamamda bo'yinga uchib bag'icha. Kofilan içmeyemse, kostüm bulutan kime? İşletme işgana telefondan. Oynavatkan Facebook'un Mark Zuckerberg'nin kimi Yahud'ninki onun nimdeyse. Oynama Facebook'ta mamsa. Çıkın dese, işini bilmeyse elipten sunu koyup koskunda. Dörtlü bir nime, turukkonga şu. Adamdaki ani ilivessekler şu başka bir şeyden böylese. Koskunda umaş bolsa, ben milletke hakikaten bir İgi çıqalaydigan adam bo'lsa, qil. Bo'lmasa, buni sen setib yeyma desang, sanami tegishli gap ashundaq bo'ladi. Tushundingmi?
Sen meni kechirim so'rsin. Kechirim so'rs tugaydi debsa. Kechirim so'rmasam qanday tugitsa? Men sendan kechirim so'rmayman. Chunki 1842-yili Angliyaliklar Qing sulosida tijoratlarni aqtirolmagan chaqda, ya'ni apyonni linzushi cheklagan vaqtida apyon urushini bahona qilib 8 birlashma armiyasi Jungoning ishiga tep kirib ketdi deb aytgan. Hozir men sendan apo so'rsam, men oldin tilga Ro'shan, Madinoy, Bakram Tursunningki, hammasninki mening ishigimni chekidi tak. Anında so'rabsiz, bizdan mı so'ram, bizning tilidan keladi. Naynaqsh. Qaysi xotin kishini tiliga olsam, muattardan tortib, o erkek tekasining qizigacha. Shuningcha men so'rmayman. Sana bergan javobim shu. Agar meningdan so'raydi deb umidlib kutib ketgan bo'lsam, men sendan so'rmayman. Tushundingmi? Xotin balangnikiga hozir kelamiz. Sendan apo so'rmayman. Sen davomliq mening kallamda bir döt cho'shqasan. Shuningga yaraysan, uningdan boshqa hech nima yaramaysan. Tushundingmi? Tamoqni qanday yavatgan, oltinni kim haqlar video tatib olgan videolar kabi tamoqni bir shopirlik ashundami şu axloq masalasi, shu masalalarda nima qildi? İkincisi, hech qanday odamni ko'zga ilmaydigan ishni va yoki takabburlikni qo'ysan pastga tushsa, hozir yana 2 yilda Ichki ishlar ministri nimalarni yig'ishtirayotganini ko'rsa, JHPK'si uni yig'ishtirganini, uning qanday yig'ishtirganini ko'rsa. Shuningga senga taklif, eng yaxshi odam bo'l, yaxshi ishlarni qil, iqomatsiz qolganlarning iqomat ishlariga, pasport ishlariga yordam bergin. O'zingninkimi ham cho'ng qizingning ahvolini o'zing biladi ekansa, albatta men bu yerda senga bir gapni deb qo'yay, men xotin balangni tillig'inimni to'g'ri deb qaramayman. Men og'zimdan buzib badbashir gaplarni qilganimni men to'g'ri deb qaramayman. Tushundingmi? Men ya'ni inson o'zimning xatolar, lekin kechirim so'rasang, "Voy, meni kechiruvdinglar, yo'q, mama. Menda qilib turib islam, menda turistlar, to'rt qilib turib ki, ma'padi turib, shunda bir beshonini gildan quloq eshitdim, anglamaydi, ko'z o'qigan Qur'on, sura, mayargan qop-qora yurak degan. Hech nima yo'q, o'tiraylik, mash padisi turistlar, inada. Ashtaobda inshaalloh hajim to'g'ridaydi, to'g'ri. Alloh deb bir-biringlarni kimish ko'tirib o'tkizlar. Men u emas. Men tillig'imni xato qildim deb qarayman, lekin men kechirim so'ramayman. Faqat ayoling bilan qizing ko'ngliga olmasin. Tushundingmi? Ko'ngliga olmasin. Bo'ldi, tugadi. Bu temani mishar yapayli jumaylaytullah. O'g'izxon afandim. Mening sana beradigan javobim mana shunchalik. Onundaki ikinci savol kapti. Nejat Turg'un afandim o'kini shundaq ekranga chiqib, shundaq gapdiki, endi u gapiga biz toz qanoatlangandek bo'lmadik debdiki. Siz qanday qaraysiz debdi. Men o Nejat afandimniki u fakturasini tamoq yegan pulni akab, menga fakturani tutqizib an to'lay desanglar, men to'lmayman. O'zing tamoq yegan pulni o'zi to'laydi, ammadan. Nejat Turg'un afandimni o'zinglar ayrim telefon qilib so'ranglar. Mendan so'rsanglar, men qanday gap qildim Nejat Turg'un afandimga desanglar, Nejatga men o kuni sizni ekranda men Nejat Turg'un afandimni ko'rmadim, kichik Umar Qanotni ko'rdim deb chaqchaq qo'ydim, o'zim kulib ketdi. Lekin siz men bilan paranglashganchada bundaq demagandingiz, lekin ekranga nima uchun bundaq chiqib deb qaldingiz, men temalarga kirgim yo'q dedim. O'zining endi o'zi qisilgan yerlarini endi tushuntirib o'tdi. Endi hamma odamningki menga o'zini bak tushuntirishniki hojat yo'q. Nejat Turg'un afandim qanday baho bergan bo'lsa, Nejat Turg'un afandiningki shu kunki naq maydonninki tushgan yurak soni texe 50 turibdi. Dilyar afandininki 11 savol berganda 250 da. Asha yurak sonidan qo'llassandan tegi yozilganlar kommentarlar bilan ikkisininkini o'zinglar to'g'ridan suzib olsanglar bo'ladi-ku. Samimiy javob bas menda bo'ldi ekanda, samimiyatsiz javob bas menda bo'lganda deb o'zinglar arvasanglar bo'ldi. O temaga meningki kirgim yo'q. Meningdanmi so'rasanglarmi, menmi buna javob beramayman. Chunki men chiqib ekranda men gap qilmadim. Endi Shvetsiyaniki shu ma'rifdagi bir necha akalarimiz kimga mushu
telefon shu mening Hidayatulloh O'g'izxonniki xotin bolalar qilgan gapimni kesib chaplab, kesib, mening cho'ng dadam, cho'ng opam, urug' tuqqanlarim hammasi kelibsizlar. To'g'ri Hamitga besim qilib qo'qab ketib chiqib qilami kelib. Cho'ng dadam mana bugungacha men bilan ko'rishmadi, ham ko'rishamaydi. Chunki mening ota-onam lagerda yotgan vaqtda, shu cho'ng dadam meningki qo'limdagi butun isbot dalillarni bilib turib, To'lqin esa va yo'q undaq emasdi, u Dilshatnoshga boshqa bir nima ekan desa, yana ashaga berib dunyo Uyg'ur quruldi dedi, bunda u lo'nqidan birini oldi. Mening ota-onam tursa. Shuningdan keyin cho'ng dadam bilan faqat ko'rishsak salom alaykum, yaxshimisiz, yaxshi. Men bilan bu temaga kirmang dedim. Kase aldım dedi, kagini yo'q. Shuningga Chivisiya jamoatiga deydiganim o'tgan Bakram Tursunning ishida men cho'ng dadamni qaytarib aytgandim. Bakram Tursun sen anlavasan bo'ladi. Bu qitimdimi cho'ng dadamni qaytarib aytdim. Ko'rashmayman, gaplashmayman deb. Bu temaga gaplashsammi, gapini tilini anglab qo'yman, ma'qullab qo'ymay ketaman, o'zimningki bilgan ishimni qilaman. Chunki Bakram Tursunning ishida va boshqalarning ishida jamoat bilan masjidning ichida gaplashmagan odam bu ishdimi gaplashmayman. U sizlar bu yerdagilar Hidayatulloh O'g'izxonniki kotiblar emas. Yoki bir vakolatchi bu yerda ishlaydi, full time ishlaydigan bir advokatlar emas. Agar shunday ishinglar bo'lsa, mana saqchi idorasi turibdi, ayollarningki, bolalarningki huquq manfaatini qo'g'daydigan bir bo'limi bor shu saqchixonniki. Telefon qilib, bu shunday tillab ketdi deb arz qilsanglar, biz yuqorlab tepa qarab mansaq bo'ladi. Onundan keyin mushundaq ahvolda shuningga u cho'ng dadamni menga salima yoki boshqa ish qilma deganlar u tozi bu o'yinlar ahmabdi. Ham men u masjidga bormayman. Ham qanchalar ko'rishdinglar, 5inglar ko'rishdinglarmi, cho'ng dadam bilan 6inglar ko'rishdinglarmi? Men sizlardan apple so'rmayman. Apple so'raganda hech qanday ish qilmadim. Chunki men xatolikni sizlarning xotin balanglarni tildimadim. Sizlarniki sizlar birlaringlar og'rib yetib qolibsizlar. Mollalardan bir ikisi. Nimaga og'rib yetib qoldinglar? Men To'g'ri Hamitni yaxshi ko'ratdim. Mollalarning birini deb kettirib. Men mollalarni degamsam sizin demadim aka. Sizin demadim. Agar sizning shu vijdoningiz rohatsiz bo'layotgan bo'lsa, bu yerni nohaqliklarni ko'rib turib, "Ma bor ajab davatdi" deb menga tagdi degan bo'lsangiz, demak sizda o'sha narsa bor ekan. Siz haqiqat yo'lda mengayotgan bo'lsangiz, siz mush yo'lda tinim topmay mangan bo'lsangiz, mush yo'l uchun Alloh rizolig deb qilsangiz, siz ko'nglingizga amon. Sizni hech kim tilga yer yo'q, hech kim. Men shu Suriyaga bayonot Suriyaga shu tabliqlarni qilib, mengisini jup avatayotgan shu mollalarga, Ro'sha Abbosdek buzuq rasvolarga pichim kesmagan mollalarga, ma'bu Uyg'ur jamiyati imzo etishga qarab turgancha ko'zi yumib olgan shu mollalarga men uningga nurg'un ishlar bor, biz demayli uni. Mushu cho'ng ishlar deb turayli. Shu mollalarga qilgan bayonotim. Agar siz ashishlarning ichida bo'lsangiz, ko'nglingizga olgan bo'lsangiz, demak bu yerda bir yerda azobni aytibsiz. Agar kimda azobninga yeringiz bo'lsa, tarbiya qiling ashlarga. Menga emas, ashularga qiling. Meningki maydonim bak eni o cho'ng dadamni menga salima deb hargiz o'ylamanglar. Uningki meni bir yer ko'rib qolsanglarchi, qopinglarni turib, chiroyinglarni bunda bir purishtirib, uni u ishni qilmanglar, foydasi yo'q. Uyga qaytib kelaman, naq maydon qilma, tillab, ana ko'zingga chiqarib yetaman. Uningki izlab kelsa, jangil kirib ketimiz, boshqa ish yo'q. Haq uchun elishmang, podaq uchun chilishmang deydigan gap bor cho'nglarningki. Ya'ni haqning jidilini setavama, nar bir arzimas ishlar uchun jidal qilma degan gapchi bu. Shuningga bu yerdagilar sizlar o'zinglarningki maydoni uchun mengayotgan bo'lganki, o'zinglarning maydoni uchun menglar. Shuning deydigan gapim, menimi yuzimni oyab qo'ymay, men bormang desam shu berib, dunyo Uyg'ur qulti mukofot ib kelgan shu yuzi qilan cho'ng dadam, buni mi kesib avatib beringlar. Shu yuzi qilan cho'ng dadam, shu videomni ko'rib qo'ysin, buni kesib avatib beringlar. Men gap anglamayman, yuz bermayman. Chunki mening yuzimni bermay, mening dunyo Uyg'ur qulti bir jasus, bir munofiq, bir ishplos, yovpandigo'y, divoni shovchi, bir saranglik kinish qilsa sarang,
Meni aşındaq ko'ylag'i selavatdi, aşındaq qiynavatdi, azoblayapti. Shu chaqda shundaqligini bilib turib, Dünya Uyg'ur qurultiyining yig'iniga berib, shu yerda lo'nqiyib ijarab kelgan odam bilan meningki siyosiy jihatda yoki bunda bir adamgarchilik avval o'zini unutsin, 80 ga taqab qapti, o'zi qanday bo'lishini unutsin. Shumi? Mishalarni kesib to'liq avat beringlar. Deb qo'yay, ta'sir qilolmaydi. Qanchanglar yig'langlar, qanchanglar bo'pti, men ey kömmesanglarchi meni kömmanglar. Türk'ten birasi, Arap'tan birasi kelib kömüp qo'ydi. Bizning go'rimiz ayrim yotadigan. Biz xuddi birga yetib, ashaqdan jamoatlashadigan qilib, mishayat ashundaq bir-birimizning kallasini yeb, voy undaq xuddi, voy mundaq xuddi deb bizda erkin fikr qilish yo'q, demokratiya yo'q bizda. Nerede yo'qolan bir narsalar kirib olgan so'rin. Men o'zimning eng yaqin og'inisininkiga bormadim ya nikohga. İşleyman men deb cho'qim ishlab oldim. O'zimning eng yaqin og'inisiniki nikohga bormadim. Chunki nimishga Şvetsiya Uyg'ur birligidagi abi birisi nikohni o'qiydi ekan, men bormadim. Ening to'y qilsa, men Sharq Turkiston mustaqilligicha to'y to'kun nazarchiroqqa boraman, chaqasanglar. To'y to'kun, Naqdunbaq, Novruz yo'q. Mujundaq bo'lish kerak. Mujundaq bo'lgan chaqda bu ishlarni hal qilgani bo'ladi. Bu Sharq Turkistonni qutuldirib olgani bo'ladi. Biz yana shu Çoşqıdak petig'inib, yap ichib, voy ma'qul xato qo'yib qo'yaka deb yurib chiqib, menda u narsa yo'q. Tilimni kesib etinglar, yoki putimni chanib etinglar, yoki pul xashlab, Hidoyatulloh O'zxon $1 million pulim olgan-ku. Qo'lingda nima kesib shuni qil. Ammo men tutlab qo'ygan mush Xudoyga tizimlab yozayotgan kundalik xotira, ham o kundalik xotirani mush bo'layotganlarni inglizcha yozg'izayotgan odamlarim bor. Hamma Dilshodning ishlari bilan tartib mush vaqtchi bo'lgan. Ham aloqalashib deb qo'yayotgan muxbirlarim bor. Bir yarım bo'ldi. Bu chaqda ko'gligini ko'rsa. Hayatli chiqib ketalsam, agar ki men qas qilib, hayatli chiqib ketib qolsam, o chaqda 24 soat vaqt ishimni tashlab qo'yib, bir yil emas, bisibtiniqni chiqqan ishlayman. Men qo'ligimdan tutdim. Uningdan keyin seningni puli bo'lsa, bizda nima pul bor? Bizda unchalik yetarli bo'lmasa-mu, akilalayman. Sen bilan tutisha olayman. $1 million hal qildigan yerlarim bor. Vaqtdan sal kelgan chaqda, aka odamlaringni to'la pulini menmi to'layman, ikki guruh bo'lib yetishma desam, alo deyman, odamga telefon qilaman, Germaniyaga, uyda ishyapti deyman, hisobotingni fikrim deydi. Senda qanchalik bo'lsa, biz shuncha chiqara olamiz. Ishonmasang, sinab qilib boqsang bo'ladi. Men dedim, bu bo'atmadim. Va? Bizning qonun jihatda olsa advokatimiz bor, iqtisodiy kayinda to'rikimiz bor, Shvetsiya davlatimi bor. Shunda adilam ishlar bu. O Turkiyada qilganlarimni ham menga qilma deb, o Jiroqdan yaqinda mening akalarimga avat tuzib, unda qilibmiz yoki bunda qilibmiz deb menga psixik hujum qilmaydigan bo'lsam, xatolashibsan. Men dedim-ku, Dilshod Raisning uydusidan chiqqan odam, Rishod Abbos oilasining uydusidan Rabiya Qadirmi chiqqanmabki, men chiqyapman. Chiqqan odam sening o'yingdan chiqaman. Qanaqmi? Shunday gap. Shvetsiyadagi jamoat akalarni anglab qilinglar. Uningdan keyin Ahmadjon Tursun apandim, sizning ayolingiz qanchinchi yildir Xashura xonim Xitoyga berib kelgan. Siz shu chaqda Shvetsiya Uyg'ur ma'rifininki raisdingiz. Tushundingizmi? Sizning shunga iliqi manga yaqli salohiyatingiz yo'q. Sizning siyosiy hayotingiz o'lgan odam. Shuningga iliqi uyada, bu yerda Abdushukur Samsaqqa telefon qilib, biz bu ishlar chiroyli hal bo'lmasa, bu ishlar qon bilan 90-yildagi Almatada bo'lgan qon bilan bo'lgandek bo'ldi deb siz Ahmad chapandim. Men siz bir gapni qo'yim. Meni siz bek bilasiz, o'tgan yil tennislarda bo'lgan siz men iliq yatmay ishni tugib chiroyli ketayli bo'ldi deb qolsam, siz meni yumshoq xo'sh ko'rib qolgan o'xshaysiz. U ish men ular bilan tugatganim bilan siz bilan tiqba. Uning vaqti keladi. Shu vaqti keladi, shu chaqda ikkimiz gaplashamiz. Menga o qon-pan degan to'g'riliq yaqilishdan burun taq qon ko'ygingiz kelib ketgan bo'lsa, ayolingiz kirishayotgan chaqda ayning oxiri shejini aqtirib, ishkimi qarsangiz, shu og'rib qolgan shu kasallik shu qonni ko'ring. Menga qon to'g'riliq yaqinman. Agar kinda mushundaq gap yana bir yerda chiqadigan bo'lsa, Ahmadjon Tursun apandim, men deb qo'yay,
O'zamga benzinni chechib kirib uyingga. O'zamga, men ammani biroq o'zam bilan ko'ydirib olma, mana saqchig'ida. Seningmi gaping va haqqa qon pant degan to'g'riliq. Men mariq chetilib qolmasa, men saqchining oldida men Shvetsiya so'rab shurli deb yaqimig'inim bilan shundan nervimga tegdi. Menga texib qon pant to'g'riliq yaqinliq odam chiqmasin Shvetsiyada. Bir leg'iz gapni qilib qo'yayman. Bu yerda sening nimasi? Kimning podaqchisisan Hidayatullohninki? Abdushukur Samsaq telefon qilib Mamtimin ala Hidayatulloh O'g'izxonga telefon. Sen Hidayatulloh O'g'izxonga telefon qilgan Mamtimin ala Hidayatulloh O'g'izxon kim o? Kim o'zi? Hidayatulloh O'g'izxon o'zi kim? Kim o'zi? Mamtimin ala telefon qildi. Qil dedimi, qilsan. Uning ish qanday? Sana yalvaramda Mamtimin ala telefon qilib, hammaga yalvaramda. Hukumatning prezidentligiga nima ketdi uning jazisi, uning so'lti nima ketdi hammaga telefon. İmza etdi desa, uning so'lti nima ketdi hukumat bo'lamdi o chaqda. Kim anglaydi o hukumatning gapini o chaqda? Sen texi nomus qilmay texi Abdushukur Samsaq telefon qilmam bugun ijatdan bilan telefonni paranglashdim. Aka menda ish men yama achchig'im kelyapti meningki 80 ga chiqatilsam fikam bo'ldi dedi. Abdushukur Samsaq xijolanmay gapni u yoqdim bu yoq. Menga telefon qilib, gaping bo'lsa menga qil. Abdushukur Samsaqqa sizlar bir men deb qo'y bu ishning ichida Salih Xudoyor, Mamtimin Ala, Surgundi hukumat, Dilyar Musabay, Zumrat Tursun hech qaysi yo'q. Bu o'zimning ichidan qaynab bo'lgan narsa. Meni hammasi boshqurdigan ya mening kaynimdan qo'ngam deb o'ynadigan men ularning ishda emas. Men vatan millat uchun gap qilyapman bu yerda. Meni o'zimning kallam bor. Ularga chaqlab olmanglar. Surgundi hukumatdagilarmi menga telefon qilib, "Fukam bak eshib ketib qopti" deb bir Nurahmat akamiz gap qildi. Unda qilma Fukam, ekranga chiqib bir ikki qiz yaxshi gap qilib qo'y degachkan, men mening qilganim xato, ko'nglinglar ammanglar deb chiroyli gapni qilib qo'ydim. Shu surgundi hukumatdagilarningki esil axloq fazilati. Agar sen bo'lgansan, hargiz qilmaysa Hidayatulloh, sening ishingdan chiqtirgansa, sening tashkilotning birisi chiqtirgansa, sendagi kupurlik, sendagi mammanchilik, sendagi qarniyatda sen hargiz o ishni qilmaysa. Tushundingmi? Shunga Ahmadjon Tursun afandim, sizning xotiningiz vatanga bet kelgan, siz nimaninki rais bo'lgan chaqda Shvetsiya Uyg'ur komitetinining vaqtida sizni Hidayatulloh sen asli mushlarni ib tashib etishing kerak. Uyg'ur ma'rifatiga yiningga kalto'masliging kerak. Mana bu siyosat. Mana bu siyosat. U tashkilotning boshlig'i mujohid bo'lma, yana bir qurol ko'tarmagan bir kap qotqa odam. O xotining berib kelganiki asto tushsa saknisidan o sana ishonch yo'q. Lekin sen ashlarni yiningda ilib ko'tarib menib yuribotsa, u yerga borganniki ishnim so'ramamda Ahmadjon Tursundan ishnim so'ramamda ma'rifning raisining xotindan ishnim so'ramadim, ishnim demidimi? O'zanga ayon indidarlar nima ish deyishkining saqchi bilan yana bir nim qilishkining o'zanga ayon. Tushundingmi? Mendan ko'ma Ahmadjon Tursun. Men sana hozir seningki ustingdan Dilshod Rashidningki qilgan to'g'riliq isbotliq ovozdan birini qo'yib beray. Sen nochi bo'lsang Dilshod Rashidni tut, ikkimiz qo'l bilan berib sudga beraylik. Kel yinimga agarki Dilshod Rashid menga to'kmat qilibdi degan bo'lsam. Dilshod Akash deb turdi, ayada rasm tatdim. Xabarni menga avatibdi. U xabarning ichida sen bilan Bobur Maqsudning tug'an yeri bor ekan, ya'ni Shvetsiya tutilgan shpion Bobur Maqsud. Shikkanlarninki paranglashayotgan. Uzul dayi kiygan Bobur Maqsud. Qo'tirib shikkanlar paranglashyapsizlar ma bayroqda. Moshni Dilshod Rashid menga avatib nim dedi? Sen endi anglab baq, ha? Ben seni şinfo kofo koytay, qayıl koytay. Resimni yaxshi qarab boqaylik. Boburni yurtdi qo'shchi. Ahmadjon bilan oppoq-chappoq turib deb turiblarni so'zlab o'tirdi. Taqvar tarafchoy bizning taqvo keyin shakkilardan shu deyman. Bundan bak konu resim kimda? Yana bir angla. Resimni yaxshi qarab boqaylik. Boburni yurtdi qo'shchi. Ahmadjon bilan oppoq-chappoq turib deb turiblarni so'zlab o'tirdi. Taqvar tarafchoy bizning taqvo keyin shakkilardan shu deyman. Bundan bak konu resim kimda? Yana bir angla. Resimni yaxshi qarab boqaylik. Boburni yurtdi qo'shchi. Ahmadjon bilan oppoq-chappoq turib deb turiblarni so'zlab o'tirdi. Taqvar tarafchoy bizning taqvo keyin shakkilardan shu deyman. Bundan bak konu resim kimda? Yana bir angla. Resimni yaxshi qarab boqaylik. Boburni yurtdi qo'shchi. Ahmadjon bilan oppoq-chappoq turib deb turiblarni so'zlab o'tirdi. Taqvar tarafchoy bizning taqvo keyin shakkilardan shu deyman. Bundan bak konu resim kimda?
takılır, karışmayı bize takılır, kelişip ki adam şu değil mi? Bu da pek konu resimkinde. Koçanlarım yakın dostu. Ahmetcan Tursun efendim, ben demedim cümle. Dilşat Reis'tman alayda resminizni evetip, şu çar men bilan yaqin bo'lgan vaqtlarda sizni eng yaqin do'sti appoq-chappoq bo'lib yurgan deydi. Shunga o'tganda men ma'rifning ichida yurgandim-ku, Babur Maqsud deb men isbotsiz gap qilmayman. Men qonunning oldiga tushib qolsam, meni taraf-tarafdan kelib yevitligini bilaman. Men isbotsiz gap qilmayman. Men bu dunyo Uyg'ur qo'ytini bayonot Dilshod Reis'ning ovozi. Yillardan beri sizlar mishada şu namayişi dolamın nemi de bolsun burun billetinglar. Men isbotsiz gap qilmayman. Men xaloyiq Dilshod Reis dunyo Uyg'ur qo'ytininki bayonotchiniki. Men texi bunda WhatsApp'dagi mendaq narsalar bu. Men ishas chiqarmadim texi. O'kini Babur bizninkidagi undaq bunda yo'qdi deb gapirtdiki. Kim o? Nijatkam. Shuni undan to'xtab turing aka, men sizning qayil qilgidek bir narsani chiqarib berma degandim. Shu vaqtdagi shu raisningiz, siz Ahmetcan Tursun efendim, bana bir narsa demang, berib ayt Dilshodni tutinglar. Ustidan sotib beringlar. Mana men siz uchun yordam berib kelaman. Mana degante, mana degante deb. Texi men texi, Asilbiydagi bir necha akalarimizning ismini chiqarmadim, Guantanamodan kelgan Dilshodning nima deganlik to'g'riliqligi. Ularni menga taqishib qolsin, Dilshodnikini men asta-asta chiqaraman. Men hammani ratlab, tutlab, joy-joyida chiroyli qilib qo'ygandim. Shu chiroyli bit qilib ketsin desanglar, jamoat chiroyliq beti qilib ketsin. Agar chiroyliq beti qilib ketmaydi deb menga ashta qonning gapini qilsanglar, o chaqda bu yer yaxshi masalalar yuz bermaydi. Yaxshi masalalar yuz bermaydi. Undan keyin ko'nglinglar kelib ketgan yo'q, Suriyaga ketding bu degan bo'lsa, jamoatlar shu Uyg'ur ma'rifdagi jamoatlar shu Nabijalarning Abdukerim degan do'st ashaq ketib o'ldi-ku. Nabijalar sizlarning tashkilotingizga 2 yil kirib 2 yilmi ishlabdi, undan keyin chiqibdi. Chaqirib akab so'roq qilinglar. Nakatda men odam yer ishlagan hozir atogim ish bizga problemimiz bo'ldi deb. Ana Nabijalar turibdi. Men faqat bu ishni bo'g'a ishlarni dedim. Shunaqa meningda xapalab ketishinglarning hojati yo'q. Men isbot bilan Dilshodning og'zidan chiqqan gap bilan dedim. Chunki u dunyo Uyg'urlarning bayonotchisi, o'zin shu tashkilotning ichida, ma'rifning ichida yana bir yerda u to'g'an biladi har ishlarni. Shuningga menga u gap qilishdan burun, yana bir nima qilishdan burun o'zinglar atrofinglarida qarab yetib, o'rninglarda qo'pab, qeqpiqinglar nima tushdi meningdan. Deb qancha chang to'zang tushdi, mundaq qilib versam deb qilinglar. Oxirisi deydiganim barliq Sharq Turkistonning ichidagi jumladan anam hadam, opam hadam, barliq teshidagi suyimlik, bizni qo'llayotgan Sharq Turkiston davosini qo'llayotgan shu xonim qizlarimizga, qaysar onalarimizga, shu yo'lda jafo chekayotgan barliq xonim qiz onalarimizning bayramini yana bir qatim tabriklayman. Hidoyatulloh O'g'izxon gapni yaxshi angla. Men xotin bolangni tildig'inimni to'g'ri deb qaramayman. Xato qildim. Lekin shu xatolikni o'tkazishga sen majburman. Agar sen durust odam bo'lgansan, sen to'g'ri ish qilgansan, men hargiz tilmayman. Nimishki imzoatga 60 tashkilotni tilmayman. Hatto Umid Agahinimi uncha yaxshi ko'rmaydim. Chunki men biladigan bir necha bir sesiqchiliklar botdi. Lekin imzo aytibdi, demak vatan mustaqilligini xohlaydi-ku. Men buni xato o'ylabman-da deb chiqib, men Umid Agahi to'g'rimi bilsa chiroyli gap qo'yib ketdim. Ammo chiroyli menglajimi ma'ning ichiga yog'iladi so'qingan bo'lib kirib olsanglar bo'lmaydi deb yana askartishnimi berib qo'ydim. Shuningga deydigan gapim meningki nima bildingizmi? Shu. Unda bo'lsa yana bir qaytim deb qo'yay. Hidoyatulloh O'g'izxon xotin balanga eg'ir haqoratlarni qilganimni to'g'ri deb qaramayman. Xotin balang ko'ngliga olmasin, chunki men azroq siyosat masalasi bo'yicha ishlatdim. Lekin senga yana bir narsani deb qo'yay qara. Agar cho'ng qizingning ishini faqat Ro'shan Abbos hal qila oladi degan bo'lsang xato. Tushundingmi? Agar bak yordam so'rg'in kelib kelsa, shu ishni hal qilgan kelsa Ro'shan Abbos seni ashta qoniyangda ilib ilib, o'z yinida yurishga majburlayotgansa, bunda qotgansa, Dilyarning qilsang, u doktor qancha Dilyar Avstraliyadan baki. Dilyar musobaqaga mal qilib beradi, tushundingmi? To'g'ri odamni tutsang, sana to'g'ri ishlar o'zligidan bo'ladi. Seni hargiz undaq men qilib bermasang, Amerikaga viza olib bermay, men qilmaydi qo'yib, og'zing ular qilib bermaydi, tushundingmi? Qilib bermaydi, seni faqat bir dod cho'shqin o'rinda ko'rindi.
Seni fakat bir kalı kumşağına uğrup gör, senden paydalandı, seni işledi, seni işiltip olganken taşıydı. Onda Roşan Abbas'tan işiltip taşlıvetken adamınınki sani yok. Çandan? Hemmisi şu, dünya Uygur kurultaymış şu. Çünkü bular Xitayning iş boyu çıkıldı. Xitay qanday qiladi? Paydalanıp olganken taşıydı. Bularda insonparvarlik yo'q. Shuning uchun sana eng axir bir yo'lni ko'rsatib qo'ygan bo'ldim. Unda bo'lsa, bo'pti, unda bo'lsa, sen o'zing bugun yetarli javobni olding deb o'ylayman. Qolgan shvetsiyalik qarindoshlarim yetarli javobni oldi deb o'ylayman. Eng yaxshisi mayada Nijat akash bir gap aytdi menga, ukam. Bo'ldi, bular bilan bak tepishma. Dushmanni birlashtirib qo'ysa deydi. Men burun bo'pti deydim. Men hozir unda demaydigan bo'ldim. Hammasining bir ekanligini bildim, ko'zim ochildi. Endi hammasi yupurilib kelib, mening ustimdan sotqib bersa, hammasinikini kebab daq qilganini bilasizlar-ku, kebabni daq qatlab tugiltib ichik bir narsasi. Hidayatullahni xangani o'rin salima, Roshanni to'qu go'shtni o'rin salima, Rabiya Qadirni mayonez qilima, kim Dolqin Aysani pabidur qiyam qilima, teshidagi nonni dilshatrash qilma, o'rab yeyman mangdan bir. Qo'rqanchiliqim yo'q. Nim bo'lsa, ovoz nim bo'lsa, nima degan bo'lsam, nimaning o'disidan chiqib shuni qo'yib berman, advokat hal qildi, men hal qilmayman. Tushundinglarmi? Men burun ashta o'ylab ekanman. Shunday gap. Unda bo'lsa, qarindoshlar, unda bo'lsa, hammanglar Xudoyim amonat bugungi aytga shanba yaxshimanglar, qo'shal o'ssin. Biz yana qanday gap bo'lsa, bor yuzida gaplashsak bo'ladi. Shuningga qarindoshlar, bu videoda og'zini buzish hech qanday bir ishlar bo'lmagandan keyin taqib qo'yinglar. Ko'rsin hammasi. Shu. Bo'pti, unda bo'lsa, omon bo'linglar qarindoshlar.